Assalomu alaykum barchaga. Demak, abituriyentlar ko'p xato qiladigan qonlar sistemasini ko'rib chiqamiz. Dastlab kichik qonlar doirasi. Qon ikki xil bo'ladi: arterial va venous. Arterial qonda kislorod, venous qonda karbon angidrid bo'ladi. Kichik qonlar sistemasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadi. Bu yerda venous qon bor. Bu yerdan o'pka arteriyasi chiqadi va o'ng va chap o'pkaga kirib boradi. Qondagi karbon angidrid o'pkaga berib, o'rniga kislorod bilan to'ynadi. Ya'ni bu yerda diffuziya bo'ladi. Har qaysi o'pkadan ikkitadan jami 4 ta o'pka venasi chiqib, yurakning chap bo'lmasiga quyiladi. Bu yerda arterial qon bor. Demak, testda quyidagi sxema bo'yicha ishlasak bo'ladi. O'ng qorincha, o'pka arteriyasi kapillar orqali o'pka to'qimasiga kirib boradi. Bu yerning barchasida venous qon bor. Keyinchalik o'pkadan chiqqan 4 ta o'pka venasi va chap bo'lmasida arterial qon bo'ladi. Katta qonlar sistemasi yurakning chap qorinchasidan boshlanadi. Katta kichikligiga qarab, avval aorta, arteriya, arteriola, so'ngra eng mayda qon tomir kapillarni hosil qiladi. Bu yerning barchasida arterial kislorodli qon bo'ladi. Keyinchalik kapillar to'qim organlariga borib, kislorodni beradi va metabolizm mahsulotida karbondan hosil qiladi. Bu dastlab venula orqali pastki va yuqori kavak venani hosil qilib, yurakning o'ng bo'lmasiga quyiladi. Katta qon sistemasida yurakdan bitta qon tomiri chiqib, ikkita qon tomir yurakka quyiladi. Testda mana bu ketma-ketlik bo'yicha ishlasak bo'ladi. Demak, chap qorincha, aorta va kapillar, bu yerda arterial qon, to'qim organlarida metabolizm bo'ladi, venula, vena va o'ng bo'lmasi orqali yurakda tugaydi. Demak, yana bir muammoli joyi qaysi qon tomirida qanday qon bo'lishi. Bilamizki, katta qonlar sistemasida arterial qon tomirida arterial qon, vena qon tomirida venous qon bo'ladi. Lekin kichik qonlar doirasida teskarisi, ya'ni arterial qon tomir bo'lishiga qaramasdan o'pka arteriyasida venous qon, vena qon tomir bo'lishiga qaramasdan o'pka venasida arterial qon bo'ladi. Mana shu farqlarni yaxshi qilib o'rganadigan bo'lsak, testda xato qilmaymiz bu tipdagi savollarda. Bu sxemamizning rangli variantini Telegram kanalimizga qo'llanma shaklida yuklaganmiz.